Hello bolalar, men sizlarga yana narsa topdim. Jinlar qishlog'i birinchi qism. Do'stlar, 3-chi qism, unisi boshqa bugun chiqadi. Mana chunki baqa hammasi 10 minutdan olingan, 1 minut. Unda boshladik. Mayr, nima bo'ldi? Afsoski, tuzata olmadik. O'zida chaqirish kerakmi? Do'stlar, men obuna bo'lib like bosinglar. Do'stlar, men jim o'tiraman. Borib kelsammikan? O'lgararmikansan? Sherigim bilan borib kelaman. Tabiat bugun notinch, qo'rqamanki, yomon ishlar bo'lishi mumkin. Nimasini aytasiz? Qadrli tomoshabinlar, aloqada Javohir. Mening orzuim yangi yilgacha 100 ming obunachi yig'ish va umid qilamanki, bunda menga yordam berasizlar. Shuning uchun ham hoziroq kanalga obuna bo'linglar va albatta videoga like bosinglar. Ketdik. Rejissyorlar aytishicha, o'rmonda qandaydir soyalar ko'rinyapti ekan. Bu yana nimasi? Tushunmadim. Nima qilasan, baqib chaqirib ko'tarib? Bilasan-ku, o'ldirib bo'lmaydi. O'ldirib bo'lmaydi, hech bo'lmasa harakat qilish kerak. Harakat qilish, o'q olmaydi uni. Olmaydi. Mayli, unda biz qo'shni qishloqqa otlanamiz. U yerdan manchorda o'qib kelamiz. Davay, bo'la qol. Omad menga va sizlarga ham. Yomon. Bo'pti. Janob O'jazga voyshirdi. Qo'la qolsin. Men o'zim boraman. Tak. Qo'y, bitta faklni olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'sh, mana bunda olsam yo'q, bu taraf qolib ketadi. Tepada yorug'lik bor. Mana buni olaman. Bo'pti, ketdim. Omad, rahmat. Yaxshi. Afsuski, o'rmonga kirishga to'g'ri keladi. Jon, bunkerga qolganlarni yig'yapsanmi? Hozir yig'amiz. Mayli, bo'la qol. Ajoyib. Endi esa qo'shni qishloq otlanchi qoldi xolos. U yerdan suv topib kelsak bo'lgani. Xo'sh, qo'riqchilar shu qo'y qoldi qo'riqchilar. Tushunirsin. Tak. Mosh. Yo'q, Sif. Yo'q, bilgandim. Bularni yolg'iz tashlab ketmaslik kerak edi. Tushunirsin. Axir endi meni bo'ynimga qolib ketishi mumkin bularning o'limi. Yana shu. Yo'qoldi. Tushunirsin. Endi uchastkavoyni chaqirishga to'g'ri keladi. Hech qanaqangi usta bo'lmaydi. Qoyil, qor yog'yapti, bo'ron. Mazza qilamiz shekilli. Tushunirsin. Xo'sh. Yangi yil bayramlari bekor qilinadi. Sen ketaver, Javohir. Bitta chiqib ketasizlar. Bezatish yo'q, archa. Nima uchun? Oxir biz chiqandik. Bilaman, lekin yuqoridan keldi. Bor, seni dadang kutyapti. Tushunirsin. O'z yilda bir martagina yaxshi bayram bo'ladi. Shunga ham ko'p ko'rishdi. Tushunirsin. Bo'ron, qor yog'ib yotibdi. Men o'ylaganimki hozir bayram boshlanadi desam, maktabam bo'shab qolibdi. Bu kim bo'ldi? Hammaga salom, mening ismim Javohir va mana ko'rib turibsizlar ahvolimga. Maymunlar yig'laydi. Tak, xabarlardan xursand bo'lmasligi aniq. Shunga hattoki Grinchli Tolstoyga ham olgandim. Qoyil. Mayli, uyda nishonlaymiz shekilli. Do'stlar, qaranglar. Men baqa 20 minut olingan. Bo'lmasa men 10 minut qilaman, yana 11 minutini yana hozir olaman, do'stlar. Davay, ketdi. Tushunirsin. Dada. Assalomu alaykum. Va alaykum. Davay mashinaga. Qayoqqa? Uyga yana qayoqqa bularda? Tezroq minay, pechka yoniq. Bo'pti. Archaga boramiz. Archaga aqling joyidami? Bo'ron bo'lib yotibdi-ku. Shunisi mazada. To'g'ridan mashina chiqib qolsa mazza bo'ladi. Tuman tushyapti, uyga qaytishimiz kerak va senga yangiligim bor. Qanaqa yangilik ekan? Nahotki Yo'q. Sovg'aga telefon olib bermayman. Okey. O'zingni flagmaning yetadi. Xo'p, bo'pti, ketdikmi? Ketdik. Onamchi? Shu haqida gapirmoqchi edim. Biz komandirovkaga uchib ketyapmiz. Komandirovkaga? Menchi? Sen boboynikiga ketasan. Tak. Qanaqa yoshash menga yangi yilga? Hoppa, bu kim bo'ldi? Qanaqadir tushunirsin. Yo'l berish kerak edi bizga. Men yo'l qoidalarini tushunmayman. Senga o'xshaganlar mana bunday yo'lga o'tirishadi. Oddiy odamlarni xavfga solishadi. Nimasini aytasiz? Xullas bobongnikiga borasan. Tushundim. Hattoki taqdirga tan berishga ulgurdim. Yaxshi, hozir narsalarni yig'ishtiramiz va srazu qishloqqa. Onamchi? Onang aeroportda meni kutyapti o'sha. Qo'yil. Bo'l endi, nima kutyapsan? Davay, ketdik. Kulasiz. Sizlarga mazza. Men esa qishloqqa borishim kerak. Davay, narsalarni yig'ishtir. Narsalarim ko'p emas. Tushunirsin. Faqatgina pullar bor, lekin pullar qishloqda nima kerak bo'ladi? U yerda hattoki do'kon ham bo'lmasa kerak. Tushunirsin. Faqatgina kompyuter va bo'ldi. Mayli, pullarni ola qolay, balki kerak bo'lib qolar baribir ham. Hech bo'lmasa kichkina bo'lsa ham do'kon bordir u yerda. Yo'q, bobom yana o'zini armiyachi tarbiyasini boshlaydi. Tushunirsin. Dadam ham telefon olib qo'ysa kerak. Balki qochib ketsamikin? Yo'q, o'quvchiga soxta qochib ketish variant emas.
Bo'ldi. Hammasi tamom. Va nihoyat yetib keldik. Qishloq, toza havo, mazza. Mazza. Sizlarga mazza faqat. Davay, ko'p gapirmaychi. Ha. Bo'ron aytmaydigan bo'lsak, havo mazza. Chinursin, hamma yoqni qor bosib qoladi. Bo'ron? Mana qanaqangi bo'ronni gapiryapti? Mana yetib ham keldik. Bobosi, qanaqangi bobosi? Yosh bola emasmi o'zi? Kimlarni ko'ryapman? Mana nabirangizni olib keldim. Toy bola bu yoqqa kelingchi. Nursin, qanaqangi toy bola? Xullas, bobosi bu umuman quloqsiz bo'lib ketgan. Nima? Nima qilyapti men nabiram? Nimaga gaz yo'qmi? Gaz yo'q. Nursin, qo'limni isitmoqchi edim. Xo'sh, gapirdi. Xullas, bu dars qilmayapti. Telefonni bu yoqqa oldi. Telefon, nima deylardi hozir? Qishloqqa dopamin detox. Shunga qanaqangi detox? Bobo biror nima deng. Bilmasam. Bobong bilmaydi. Nima u detox? Miyani tozalash. Mayli, kela qol bu yoqqa, o'g'lim. Sog' bo'l, men ketdim. Yil otasi. Xullas, qara, toy bola. Sen bobo, men toy bola emasman. Bopta, Javohir. Xullas, sen mana bu yerda o'tirib turgin, men kelaman. Tushunursin. Taqdirimni hal qilishda eshikni ham ochib ketib qoldi. Yo', o'zi uy sovuq. Nima? Bu yerda kimdir bu eshik qulflanmagan hattoki. Buni qoqib tashlashgan. U yerda kimdir bormi? Ha, mayli. Bobom o'zi menga sovg'a qilgan pichoqni olib keldim, chunki bu yer qishloq. Men esa qishloqdan qo'rqaman. Atrofi esa o'rmon, tayga. Mayli, shurda o'tirib tura qolday. Yo', bu yerda nahotki eski ertaklardagidek. Pechka nima bo'ldi ekan, Mix. Nursin, nimaga hali ham shu olib yuribsan? Yoqadi-da. Bo'pti, yur men bilan pechkani olish kerak. Ketdik. Nima bo'ldi? Tiroq hali ham kelmadimi? Shahardan mehmon kelgan. Afsuski yo'q, transformator ishlamay qoldi. Nursin, hali ham yangilasmadimi? Afsuski yo'q. Mayli. Sen kirib chiq joyiga, birga kiramiz. Mayli. Janob mer, nima bo'ldi? Tuzatilmadimi? Afsuski yo'q. Tushunib bo'lmaydi. Nima? Dadam? Tushunmadim. Nima qilyapsiz bu? Loyiha qilib shuni nimaga basharasi qora bo'lib yotibdi? Tushunmadim. Telefonim. Tak, telefonimni olib payqib qoldi. Dada. Yo'. Voy, qayerdasiz? Jenursin, telefonim, mashinasi, o'zi qani? Yo', nimalar bo'lyapti bu yerda? Yo'q, hozir bobomni chaqirib kelishim kerak. Tushunarsiz ishlar. Yomon, usta kelsa bo'lgani, shaharda mehmonlar kelgan. Yaxshi. Os. Hoy, Bahrom, uyda yo'qdir. Olavering pechkani. Mayli. Ketdik unda. Davay. Nima deysan? Svetkalarmi keyin olib ketsa? Kelib qolar, ustani olib kelishsinchi. Mayli. Ketdik. Sen nima qilasan? Men shurda qolaman. Yomon ishlar bo'lyapti. Mayli. Tiroq yo'maydiganga o'xshaydi. Shuning uchun ham hammani bunkerga kirgizish kerak. Bunday bo'lishini xohlamagandim, lekin boshqa iloj yo'q. Eshik ochiqmi? Yopgandim shekilli yoki yopmaganmidim? Mayli. Qani bu? Tushunursan, shu faqatgina hozir menga kerak emas edi. Boshimga tushmagan ishlar qolmadi. Javohir, bobo, nima qilsan ekansan-da? Shu yerda nimani mulayishma? Nimaga uydan chiqding? Dadam, chunki dadang ketdi-ku. Yo'q, ketgani yo'q, qanaqasiga. Parkovkada chiqishda mashinasi turibdi. Yo'q, meni chaqirgandek bo'ldi. Derazada taqilladi, qarasam dadam o'tiribdi. Telefonni otib yubordi. Yursa, shoshmang, dadamni oldigacha. Dadang emas u. Qanaqasiga? Dadang emas. Tushunmadim. Mayli, ko'rsat. Yuring. Xullas, mana shu yerda mashinasi, keling, mashina turibdi. Qani? Mana bu shu yerda edi. Qani? Yo'qolib qolibdi. Senga aytayapman-ku. Dadang allaqachon ketib bo'ldi. Xo'sh, gap shu yerdaki. Xo'sh, jin seni olib ketmoqchi bo'lganda. Jin? Jin, bu yoqqa kel. Qanaqangi jin? Jinda qachon? Usla. Bu yerlarda yorug'liksiz yurib bo'lmaydi. Zulmat tuni. Xo'p, mayli. Xullas, senga keyinroq hammasini aytib beraman. Hozir buni bunkerga olib kiray. Xo'p. Shoshmang, qanaqangi bunker? Mana bu yerda bunker bor. Jin yuribdi qishloqda. Tushunmadim, qanaqangi jin? Bo'ldi, siyoqqa kel. Jingle bells. Kimdir tushuntirib berar menga nima bo'ladi? Assalomu alaykum. Va alaykum, bunkerga tush. Uy burchagida narvon. Qani? Shu yoqqami? Tushunursin. Podvalmi? Bunker. Tak. Shuning uchun bu yerda turish kerak. Bakam, men Markning nabirasi. Tushunarli, kiraverish kerak. Xo'p. Tushunursin. Qurollangan odamlar. Aqldan osish mumkin, bu qishloqda nimalar bo'lyapti? Okey, tak. Shunga nima? Skelet. Tushunursin. Wow,
Salom, salom, salom. Hammaga assalomu alaykum. Kim bo'ldi? Mening ismim Javohir. Men Janob Markni nabirasi bo'laman. Ha, yaxshijon, to'g'ri. Nimalar bo'lyapti tashqarida? Tashqarida bilmadim, bobom qanaqadir jin haqida gapiryapti. Jin, bilgandim. Bizni bekor bu yerga olib kelishmagan. Svet ham shuning uchun o'chgan. Svet shamol tufayli o'chgan bo'lishi mumkin. Transformator ishlamayapti shekilli. Istamasan qayerdan bilasan? Shunchaki qanaqadir tojli odam va politsiyachi transformator budkasida o'tirishganda. Ha, tushunarli. O'sha yerdan o'tdingmi? Ha, qachon tuzatishar ekan? Bilmadim. Bu yerda nima qilyapsiz? Bu qanaqangi munkar o'zi? Jindan qutqaradigan. Yo'q, bu yerda o'yinchini ko'rdim, qurollangan. Kim u? Ovchi emas. Bu yerda o'yinchilar ko'p. Biz yaxshi ko'ramiz o'yinchilarni. Javohir, nima? Men bilan yur. Nima bo'lyapti? Chiroq keldi, tepaga chiqishi mumkin. Yo'q, bularchi? Bular vahimani boshidan keyin chiqishadi. Mayli. Qayoqqa ketyapmiz? Uyga. Xo'p, mayli. Do'stlar, mana shu joyga sizlar bilan men bo'ldim. Hammaga xayr bo'ldi. Keyin esa hozir chiqaraman. Hammaga xayr.